Yaqında Xitoy va uning ittifoqdoshi Shimoliy Koreyaning ovozdan tez boshqarilgan bomba siniqi Amerika va Yaponiyani safarbar qildi. Amerika va Yaponiyaning tashqi ishlar va mudofaa ministrlari Amerika-Yaponiya maslahatchilar komiteti yig'inida turdi ko'rishdi. Amerika va Yaponiya ovoz suratidan tez qurollar to'g'risida kelishim imzolaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Rossiya boshchiligidagi kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining tinchlik saqlash vazifasi doirasida hukumatga qarshi namoyish to'qinishga aylangan Qozog'istonga askar avatishni qo'llaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Qirg'iziston kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti tinchlik qismi doirasida Qozog'istonga 150 askar, 8 bronik va 11 mashina avatdi. İgilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan telefonlashganda Ukraina qatnashib bo'lgan ahvolda Rossiya bilan bu davlat haqida muzokara qilmaydiganligini ta'kidlagan. Amerika va Rossiya diplomatlari mushu oyning oxirida Amerika-Rossiya strategik muqimlik suhbat yig'inida uchrashdi. Xitoy Tor boshliqi boshqarish idorasi va 3 hukumat organi 1 martdan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi belgilama chiqargan bo'lib, internet shirkatlarining har qanday hisoblash usulini ishlatib, qonunsiz harakat bilan shug'ullanishni yoki qonunsiz uchurlarni tarqatishni cheklaydi ekan. Bu Xitoyning Tor boshliqidagi bo'lgan nazoratni kuchaytirishga yangi qadam deb qaraldi. Yaponiya bilan Avstraliya o'zaro ziyorat qilish kelishimi imzolab, birlashma harbiy manevrga yo'l ochdi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio va Avstraliya bosh ministri Scott Morrison ikki taraflik va rayonlik taraqqiyotni muzokara qilgan yig'inda imzolangan bu kelishim birlashma manevr, qurol va uskunlarning to'shilishini tezlatish va qulaylashtirishni maqsad qiladi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon harbiy manevr va diplomatik bisimini kuchaytgandan keyin Tayvan Xitoyning tajovuzchilik ehtimoliga qarshi tayyorlik qilmoqda. Tayvan askarlari Kaohsiung shahrida taxlidiy urush mashq qildi. Xabar qilinishicha, Xitoyning qurolli hujum qilish ehtimoliga qarshi o'tkazilgan shahar urushi manevrida bronviklar shahar ko'chalariga o'rlashtirilgan. Xabar qilinishicha, Xitoyning Chongqing shahridagi bir binoning ishxonasida yuz bergan portlashda 6 odam o'lgan. Xitoy davlat taratqullari xarobilik ostida qapsilib qolgan 10 necha odamni qutqizish xizmatining davomlashayotganligini e'lon qildi.